Assalomu alaykum akalar. Inshaalloh video boshidanoq mollarimizni har birini yeyishtisini videolarini sizlarga ko'rsatmoqchimiz akalar. Video boshidayoq Xudo xolasa har biri yeb ichishi a'lo jigarlarni ko'ringlar. Xudo xolasa uyaltirmaydi. Har biri akalar mana kichkintoylariga ham ko'ringlar. Mana gibrid so'rag'anlar bormi mana? Biz dollarda gaplashmaymiz, so'mda gaplashamiz, xudo xolasa. Gibrid bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham. Mashalloh, ukamda qaytargan ashi ko'rinmayapti yaxshi. Mana molni ko'ryapsizlarmi akalar? Hali mana shunaqa mol chiqib qolsa bo'ldi, 11-11,5 berishyapti-yu. Xudo xolasa unaqa narx yo'q. Bizda sotgan ekan. 87, 85 plyusda bunisi. 80, o'sha ikkalasi deyarli bir xil 85 dan 1-2 santi plyus bor. Narx xudo xolasa bomba 2.12 ham. Mashalloh. Yo'q, narx emas. Maqsad sotish, yengiling Baho berasizlar. 90 chiqyapti. 90 ekan? 90 da, ha, ko'rinib turibdi. 90. Akalar, molni holatini ko'ringlar. Mana shuni sal uka shuni burgun, kallasini ko'rsatib ko'ringlar. Oxirdan kallasini ko'taramiz. Ahli qilgan uzunligiga ham e'tibor beringlar molda akalar. Narxi ham juda yengil. Bozorga ham solishtirib olishira, boshqa yerga ham. Oldini ko'ringlar, oldi ham konkret akalar mana. Ko'ringlar. Xolasini kalla boshlari ham bor. Endi maqtasan gap ko'p aytyapman-ku. Mana akalar narxi deganlarga 8,5 emas, 8,400,000 so'mga vodiy bo'ylab dastlabki asfalt telefon qilsin. Otabek uka deb hayra bor. Assalomu alaykum Oybek ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari. Mana bunday yedishtisi jivoy joyidan ko'raman degan buqa ishqibozlari. Akalar, inshaalloh biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on-Saroy qishlog'idan, ya'ni o'zimizning mini firmadamiz. Jigarlar xudo xolasa, bugun 13 bosh akalar. Mana bunday oyoq qo'lchan, yemga tayyorroq variantlari ham bor. Endi yemga tayyor demaymiz, oyoq qo'lchan, yaxshi mollar ham bor. Yoshroq, puli yengil deganlarga puli yengil variantlaridan ham bor. Akalar, atay tortmadik, xudo xolasa, har bir molni yedishtisini ko'ringlar deb ko'ringlar. Har bir molni badani, holati, korpusi, butun narsalar akalar 10 marta maqtagandan bir marta xudo xolasa narxiga ko'rib o'zlaring baho berasizlar. Akalar, bitta narsa, menda arzon deb maqtanmayman. Menda sifatini talab qilinglar, xudo xolasa. Sifatiga mana bunday mana ko'ryapsizlarmi kalla boshini, dumaloqqina chiroyli mollar aynan xudo xolasa. Bizda boshqa insonlarda ham bo'ladi, lekin qo'ldan kelgancha sifatlik odamlarga mana yaxshi molni olishsa, hozir qimmat deyshadi, sizda yalashini ko'ringlar akalar. Lekin uyda boqib 1-2-3 oydan keyin foydasini ko'zga ko'ringandan keyin yo bozorga olib chiqib sotishsa, 10 ta odam talab qilganda, ha, o'shanda to'g'ri ish qilgan ekanman deb aytishadi. Akalar, unda videoni xudo xolasa cho'zmasdan bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Menga har doimgidek o'zim ukam yordam beradi akalar. Assalomu alaykum obunachilar. Kecharchamay. Yaxshimisiz? Akalar, quyosh tushib mabodo olantirib qolsa, videoni qaytadan tashlab beraveramiz. Bo'ybasini tas o'lchaymizda uka, narxini aytaveramiz. Sasanga olishaversin xudo xolasa. 81-80 santimetr. Eng kichkintoy. Mana shu yerda yedishtlari hammasini konkret. Orqa boshi, oldlari hamma huzur. Xolos kalla boshlari ham oshiqcha xunuk bo'lib, shoxi ham o'sib ketmaydi. Endi mana shu narsa akalar 81-80 santimetrning narsa. Uka narxi deyishganga mana hamma kanallar ko'rsatsa, arzon qimmat o'zlari solishtirib olishura. 7,400,000 so'm hayra bor. Inshaalloh. Akalar 7,400,000. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bor, bittaga ham, xudo xolasa. Endi akalar buni rangi ro'yi, holatini ham hisoblab ko'ringlar. Xudo xolasa uyaltirmaydi. 7,400,000 so'm akalar. Shunisini akalar bizga egasi endi oyoqlari ham haligi oq tuyoq, bo'yi necha mana? Yuzlarni ko'raring. Akalar mana. Ko'ringlar bo'yini. Shuni yaqinlashtirib. Hop, akalar 86, 85 ga olishaversin. Akalar mana shu oyoqlarni ham bir ahamiyat berib qo'yinglar. Mana. Kalla boshlari ham akalar ko'ringlar. Mana oyoqlari dumaloqligi ham aytaveringlar, tuyoqlari yalpayib ketmagan. Tikka deplashin uchun tikka tuyoqlari. Xudo xolasa, endi maqtayman desangiz, gap ko'p, gap narxida deysizlar. Eston deganlarga xudo xolasa, mana shu mashhur Estondan ham bor. Men sifat boshqa yeri o'ziga yarasha. Sesimi?
Mol arqonga tushmagan ekan. 87, 85 plyusda bunisi. 80 mol arqonga tushmagan ekan. 87, 85 plyusda bunisi. 80 o'sha ikkalasi deyarli bir xil 85 dan 1-2 santi plus bor. Narxi xudo xolasa bomba ikkovniki ham. Yo'q narx emas. Maqsad sotish, yengil-yengil qo'yib sotish xudo xolasa. Ikkovini bir yerga olaman degan odamga 7 million 800 ming so'mdan xayri bor, o'tib beraman. Akalar, Hali 8 dan 7 million 8 dan o'tib ham berasanmi yana? o'tib ham beraman. Jupiga o'zi telefon qilsin, xudo xolasa. Jupiga bo'lsa yana kami ham bor. Endi kalla bosh buni oyoq qo'lini bo'g'imlarni ham ko'rib turibsizlar akalar. Biz bo'y bastini aytayapmiz. Unaqa oshiqchaligi bir katta 1,5 metr mol deganimiz yo'q akalar. Xudo xolasa bo'y bastini tanishtiryapmiz. Voy, mendayda ajgarlar olganda qoladi. Mana qimmat. Mana shunday mollarchi payti kelib 20 million bo'lib ketsa ham siz bilan biz olib boqamiz. Nimaga? Iloji yo'q shu ishni qilib foyda ko'rganmiz. Xo'sh. Mashalloh akalar, bundan buyog'i hammasi sifatli. Xudo xolasa o'zlaring baho berasizlar. 90 chiqyapti. 90 ekan? 90 da, ko'rinib turibdi. 90. Akalar, molni holatini ko'ringlar. Mana shuni sal uka shuni burgun, kallasini ko'rsatib ko'ringlar. Oxirdan kallasini ko'taramaydi. Ahli qilgan uzunligiga ham e'tibor beringlar molda akalar. Narxi ham juda yengil. Bozorga ham solishtirib olishlar, boshqa yerga ham. Oldini ko'ringlar, oldi ham konkret akalar mana. Ko'ringlar, xolasini kalla boshlari ham bor. Endi maqtasan gap ko'p aytyapman-ku. Mana akalar narxi deganlarga 8,5 emas, 8 million 400 ming so'mga vodiy bo'ylab dastlabki asfalt telefon qilsin. Otabek uka deb hayri bor xolsa o'tib beraman. Akalar, Men o'zlaringiz bozorlarni ham yerga solishtirib olinglar. akalar 8 million 400 ming so'm yomon emas akalar, xolasa. Endi mana panda polvoni bor bitta. Endi yeb to'ymasi bor ekan akalar, ko'ringlar. Qattiq yevalar ekan. Lekin mana sifati molda yaltirab turishini ko'ringlar. Oyoq qo'lni bo'g'imligi. Hamma mol ham o'ziga yarasha xislati bor akalar. Rasm usta. Nech? 90, 89. 89 akalar, 89 santimetr. Lekin qo'polligi Polvonligi zo'r buzildi. Polvonligi yaxshi buzildi. Mana. Bu narxini nech qildingiz uka shunday qilgan? Bu narxni aytmaylik. Hop. 8 million 600 ming so'm. Erini qo'yib beramiz. Akalar, yana kami bor. 8 million 600 ming so'm. Jigarlar, video kech olinyapti. Agar video yana qaytarib aytib yaxshi ko'rinmasa, mashalloh akalar mana. Mana gibrid so'raganlar bormi mana? Biz dollarda gaplashmaymiz, so'mda gaplashamiz, xudo xolasa. Gibrid bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham. Mashalloh. Ukamda qaytargan yaxshi ko'rinmayapti yaxshi. Mana molni ko'ryapsizlarmi akalar? Hali mana shunaqa mol chiqib qolsa bo'ldi 11-11,5 deb berishyapti-yu. Xudo xolasa unaqa narx yo'q. Bizda sotiladigan narx. Bizda sotiladi, bir og'rintirilmaydigan narx aytiladi akalar. Molni ko'ryapsizlarmi? Oyoq qo'lning bo'g'imlarini ham akalar. Bu videoda mol tanigan odamga buni ko'ryapsizmi aytini deyish shart emas jigarlar. O'zlaring ko'rib, bilib tushunib olaverasizlar. Canavar. 91, 92, 90 ga alışsan, 90 plyus chiqyapti. Yaltirashini. Uka narxini ayt. Sen ham o'sha haligilar boshqalarga o'xshagan shu gibrid orqa bosh tikka kelib qoldi deb. Narxi bo'lish konkret shunday telefon qilsin 9 million so'm bo'lsa, vodiy bo'ylab dastlabkasi bor aka. Aka qoplamay qoladi, vodiy bo'ylab yetkazdirib beraman. Hali 9,5 beringlar, 10 million emas. 9 million so'm bo'lsa, yetkazdirib beramiz vodiy bo'ylab. Garantiya, yeb ichib Xudo xolasa. Ustimda patsos emas, hali patsos deb qo'yishadi, unaqa emas. Mana yeb ichib turibdi mana shu. Quruq somon teritdi. Xudo xolasa ko'kilim yopishsalang, lekin sal kunda o'zini qo'yib bor, yana ham korpusi butunlashadi. Bundan buyog'i eng kattalashi boraveradi ekan, mana ko'ringlar. Cho'nalarga kalla boshlandi. 93. Inshaalloh, mana ko'ringlar. 93 ga olishaversin. Keladigan e'tibor berib qo'yasiz. Yelka ham to'rtburchak akalar. 93 ga olishsin. Hop. Narxchi, yani uzunligi ham yaxshi. Cho'chayapti mol aka. 9 million 500 demaylik. Aha. Bulardan 9 million 300 ming so'm. Xayri bo'lib o'tib beraman. Mana shu ishni to'g'ri qilyapsan. Kim akalar qanday deb o'ylaydi, qanday yo'q. Aka-uka maslahat qilib, uka
Mollar qo'pol qaytganda masalan rassoddan tashqari 150 ming, 200 mingdan foyda qilsa uka 15 ta 13 ta molimiz bor ekan. Yana harakat qilsak ikkalamiz bo'laveradi. Bitta bo'yini ko'rsatib qo'ying mana. O'zimiz ko'zimiz bilan deyishganga. Mana Ko'rib mana qilyapmiz. Mana akalar. Ko'zlang bilan живой mana. Mana. Ko'rib turibsizlar-a? 1 metr akalar. bir pils birga olishaversin. Men bir pils birga olishaversin. 1-2 sant hech narsa qilmaydi. Mashalloh, mollar qo'boshi lekin konkret akalar. Mana o'sishi mana. Shvetini, ishqibozi bormi akalar ko'ringlar. Oyoqlarga hamma molni oyog'iga 97. 97 santimetr Lekin polvon narsa. polvon bunisi. Mana ko'ringlar. Ustini o'zi bilinib ham turibdi. Ha. Tepadan ham olyapman. U yelkadan ko'ringlar. Hop, bunisi-chi? 1.4. 1.4. Bir pilis berib, bir beraveraylik. Bir endi 3-4 sant. Bir pilsga olishaveradi. Masalan, qilingach meni bering. Cho'joni. Men orqa bosh lekin pachka narsa. Ko'ringlar. Bu ham shunday. 1.4. 1.4. Birdan olinglar shu 4tasini. Shu 4tasini nima 4tani bitta aytamizmi-ku? Ha, to'rtta bitta. Yakkalab ham aytamiz, tilib olishga ham aytamiz. Lekin xudo xolasa polvonligi zo'r biz bo'ladi. Qo'polligi zo'r. Uzunligini, ahmal uzunligini ham bir ko'ring. Bitta massini emas, hammasiniki ham konkret biz bo'ladi, uzunligi. Boshqalari. Xudo xolasa. Yeb ichib qo'pol qilib turibdi akalar. Mana ko'ringlar molni. Holatini. Shved ham qo'pol narsa. Mana shu qisqasi 4tasiga narx. Uka. Narx deysa 11 million so'mdan xayri bor. Vodiy bo'ylab. 11 million so'mdan kami bor. Akalar tepasiga kelib ham ko'rib olaverasizlar. Mol uyaltirmaydi xudo xolasa. Bari bozorga chiqib shunaqa mollarni so'rab ham olaverasizlar. U maqsad bu yerda bitta narsa. Xudo xolasa klient qilib olish, maza qilib uydan haligi bozorda sarson bo'lib, unga otangga bor, onangga bor bo'lmasa, mana shu yerdan sotish. Bu ham kak bitta bozor. Xohlang kelib ko'rib olinglar akalar. Lekin mollarimiz arziydi. O'zimiz osmondan mol narxi olib qo'yganimiz yo'q. O'sha siz bilan bizga o'xshagan Yana bitta bonus qilamiz, xudo xolasa, pilisi yo'q. Pilisi yo'q. 4 tanisi tanlab olaman deysiz. Tanlab olaman. Monosini olsin, monosini 11 million so'm bo'lsa beramiz. Yoqqanni tanlab olishaveradi, xudo xolasa. Qaysi yo'qsa. 11 million so'mga qaysi biri yo'qsa tanlab olaverasizlar jigarlar. Xudo xolasa. Minusi bor. Minusini aytib ketayman. Xudo xolasa. Minusi bor mana. Ukada telefon qilsin. Mana. Ukada telefon qilsin 10 million 500 ming so'm vodiy bo'ylab yetkazib beraman. Mashalloh, qo'boshini ko'ringlar akalar. Stoykasi butun jonivorli. Kella boshini ham ko'ringlar. Dumaloqni. Chiroyli hammasi. Aytyapman, hammasi chiroyli mollar, aydi-beydi mollar emas. Akalar behijolat tepasiga kelib ham ko'rib olaverasizlar. Uka endi ikkita kattaroq variant qolyapti. Maqsad aylantirish. Ularni uka yetalab chiqasan, bitta bo'yini o'lchayapti. Pas. Ha, bo'ldi. Nimaki bular akalar bularga nisbatan tetikroq variantidanda tisilib, qo'rqib turibdi. Hozirda yetalab ham ko'rsatamiz akalar. Hozir bo'yini shuni o'lchayapmiz. 5 plus. 1.5 pilis, hop. 1.5. Qanaqaligini ham aytamiz akalar, ko'ringlar mollarimizni. Yana bir qator ko'rsatyapmiz hali videolarni qilib oldi masala. Baribir dushman topiladi-da, bizga qizig'i yo'q. Xudoga shukr, bizga Alloh taolo rizqimizni beraveradi akalar. Sizga ham beraveradi haligi. Aka mana. Qayerga yetalik? Uka mana shu yoqqa yetalagim akalarim oyoq qo'lini ham ko'rib olishsin. Jicha video cho'zilsa ham, lekin manfaatli video bo'lsin. Mashalloh, mana akalar. Sizlar so'ragan, sizlar izlagan buqalar akalar. Mana. Hamma yo'g'ini ko'ringlar. Orqa boshlari ham, tikkaligi ham mana badana. Oldi baxbaqalarga ham e'tibor beringlar akalar. Xudo xolasa bor-ku, hammasi Tuyoqlari ham stakan tuyoq, haqiqiy. tuyoq ham akalar, unaqa bachkana. Monosini yashi bunisiga qaraganda tepasida bo'lmaganmiz-ku, g'aba aytib turadi, 1-2 sho'ylik katta monos. Bunisi katta. Yosh kattaroq. Ha, to'g'ri aytish kerak-da. Polvon, shunga polvon turibdi. Bunisi yoshroq-ku. Ha, o'sarman, deydimi? Monosini jicha boqib nima qilsa ham bo'laveradi. Behijolat bu xolos. 1.5 tanga olsin bo'ylarini. Hop, bo'ylarni 1.5 tanga olishadi. Narxi deysa bo'lishini konkret aytib ko'raylik. Monosini 13 million 200 ming so'm. Hop.
Telefon qilsin, sunnatiga o'tib beraman. Aha. Mosini 12.600.000 so'm. Endi nimaga bo'yi bir xil deganlarga mana endi mana shu aytdim, mos sal sifatliroq. O'zimizga ham sal qimmatroq kelgan, mos sal arzonroq kelgan. Lekin asli bor, hozir uka shularchidan ham menga monosi yoqib turibdi, ham narxidan ham korpusi ham butunligi zo'r mashina hozir. Uka qisqasi 13.200 mingga 12.600 mingmi? Ha, Kami bor akalar, xudo xolisa. telefon qilsin. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Endi hozirgi kechagingizni narx-navodan hech qachon oshiq bo'lib ketmagan akalar. Xudo xolisa mana yelkalarga ham aytib bering. Qirrali yelka emas, aytaman, u old taraflari ham xudo xolisa korpus holatlari ham mana orqa ham pechat qilasiz. Yaxshi uka, xudo xolisa har bir chorvadarda chorvasiga Alloh taolo baraka bersin. Shu jumladan biz va sizga ham akalar. Mana bunday chorvalar har birimizning uyimizda to'lib tursin akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ekran ostida nomerlar qoldiramiz akalar. Shuni aloqaga chiqsalaring, xudo xolisa maqsad sotish. Telefon qilinglar, xudo xolisa ishni bitiramiz akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.